Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz ayni damda Vobkent tumani Ko'lxatib mahallasi Ehson qishlog'ini Astonov Hakim aka xonadonlaridamiz. Bu video roligimizni chiqarishdan maqsad Hakim akamiz 3 yildan ortiq og'ir bir betob bo'lib qolganlar. Hakim akamizni mana shu Ko'lxatib atrofida zaribdor, umuman aytganda zaribdor aholisi ko'pchilik taniydi. Biz bugun shu videoni chiqarishga qaror qildik. Ozgina vaqtlar zayamay shu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Rahmat, Xudoga shukr. Keling. Qadrli do'stlar, Hakim akamiz 3 yildan ziyod mana shu yerda mana shunaqa og'ir betob bo'lib qolganlar. Qadrli do'stlar, bu kishining sog'ayishlariga albatta umid bor. Hammangizdan mana shu videoni ko'rib, kimdir ehson qilsa, qo'ldan kelgancha 1000 so'm, 5000 ga uni farqi yo'q. Ehsonni katta kichik bo'lmaydi. Avvalambor e'tibor hammangizdan yordam qilib so'raymiz. Hakim aka, hozir sizni chet elda davolanishga imkon bor dedingiz. Haqiqatan shunaqa. Yaqinroqdan kela oling. Hakim akamiz hozir imkoniyati bor, chet eldan doktorlar gaplashilgan, bularni hozirda sharoitlari chet elga borib davolanishga yetmaydi. Qadrli do'stlar, keyin undan tashqari farzandlariga ham juda ham, oila a'zolariga ham qiyin bo'ladi. Har kun bu kishini turib o'tirishlariga o'zlari ham qiynalib ketdilar. Shu vaqtda hozir gapirib o'tdilar. Undan tashqari mana bu yerda elektron moslamalar taxlab olganlar, o'zlari uchun farzandlar qiynalmasin, ishga ketishi bor, ularni o'qishi bor. Mana bu yerda o'zlariga moslab chiroyli turib, o'tirib, ovqatlanib yeyish uchun sharoit taxlab qo'yganlar. Farzandlarni qiynaldi. Chunki yo'q, juda qiynaldi shunga. Iltimos, qo'llaringizdan kelsa yordam qilinglar. Alloh hammangizni omadini bersin. Amal xonadoniga yaxshi bo'lib, hech kim kasal bo'lmasin. Iltimos, qo'llaringizdan kelsa yordam qilinglar. Alloh yo'lga. Qadrli do'stlar, mana shu video ostida o'zlarining karta raqamlari va telefon raqamlarini qoldiraman. Kimning imkoniyati bor, karta raqamlarga qo'llaringizdan kelgancha ehson qilasizlar. Mabodoki kimdadir karta imkoniyati yo'q, ehson qilishga imkoniyati yo'q bo'lganlar, hech bo'lmasa videoga like bosib, mana shu videoni gruppalaringiz bo'lishi mumkin, tanishlaringiz bo'lishi mumkin, shularga jo'natib qo'yasiz. Undan tashqari mana xonadonlarga kelishingiz mumkin, taniydigan, bilgan insonlar xonadonlarga ko'ngil so'rab kelishlaringiz mumkin. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilasizlar degan umiddamiz. Iltimos, hammangizdan shu videoga befarq bo'lmang. Hammangizga katta rahmat. Pastdagi raqamlarga karta raqamlarini qoldiramiz, bemalol pul tashab, o'zlari shaxsan o'zlariga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Rahmat. Biz Alloh uchun xayr ehson qiling demaymiz. Biz Hakim aka uchun yordam so'rayapmiz. Qalbingizga quloq soling. Zero qalblarning egasi shubhasiz Allohdir. Qadrli do'stlar, bundan keyingi videoroliklarimizni albatta kelib, xabar olib, Hakim akamizdan xabar olib, sizlarga yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'zlarining gruppalarida ham videolarini qo'yamiz. Pastdagi raqamlarga ham qo'ng'iroq qiling, karta nomerlariga ehson qiling. Bu videolarni barcha do'stlar, musofirlikda yurgan, Rossiya bo'ladimi, Qozog'iston bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, Xitoy bilan qayerda yurgan, dunyo bo'ylab yurgan do'stlarga, o'zbeklarga, barchalarga jo'natib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.